Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskva yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Haftada 2 marotaba bo'ladi. Seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Agarda sizga ham xuddi shunday ishonchli, qulay hamda hamyonbop bo'lgan bilet narxlari kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Sobir Rahimov avtovokzaliga kelganingizda, kiraverishda o'ng tomondan 2-qavatga ko'tarilganingizda, ko'rib turganingizday ofisimiz joylashgan. Ofisimizdan yoki 2-qavat kassalarimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, hozirdan joyingizni biroq qilsangiz bo'ladi. Agarda sizga ham xuddi shu yo'nalish bo'yicha kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, like va podpiska bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.